Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'plar direktimizga yozyapti. Aksiyalar qilingsizlar, aksiyalar davom ettiringizlar deyapti. Yana bitta shanba kunga, har shanba kuni qilinadigan aksiyalardan bittasiga start berdik. Ya'ni har shanba kuni mana shu videodan yana yangi videolar qo'yaveramiz. Har bitta o'sha videoning tagidagi kommentariydan keyin aniqlayveramiz. Ya'ni bunda nima qilish kerak? Obunachilar birinchi obuna tugmasini, ya'ni podpiska tugmasini bosishligi kerak. Ikkinchisi like deb bosish kerak. Uchinchisi odamlarga, ya'ni samolyotchada odamlarga, opa singillarimiz, asosan onajonlarimiz, opa singillarga, qarindoshlarga, xola, ammalarga jo'natishlik kerak. Ya'ni jo'natganingizdan so'ng kommentariyaga eng chiroyli fikr yozganini aniqlaymiz. Bunda sizlar xohlasangiz ko'rpachalar, adyollar yoki gilamlaringizni yuvdirishingiz mumkin. Ya'ni bepulga yuvdirasiz. Biz kommentariyani tagida aniqlaymiz. Kommentariyada chiroyli kommentariy yozgan va kommentariyani o'qigan holimizda oxirida ko'ramiz. Podpiska bo'lganligi, obuna bo'lganligiga qaraymiz. Xullas, hammasi joydari video bo'lyapti. Hammaga omad, podpiska bo'lishni unutmang.